kaliyli va fosforli o'g'itlarni me'yorida muddatda berishimiz chuqurligi 35-40 santimetr, tanadan 50-70 santimetr uzoqlikda daraxt tanasidan. Muddatda berishimiz degani nima degani? Kuz oylari yoki qish oylari boshlarida beriladi. Buni ta'siri nima uchun? Hosildorlikni oshiradi. Birinchi navbatda yer strukturasini yaxshilaydi. Meva sifatini juda ajoyib tarzga keltiradi. Endi kamchiligi, qancha tanaga yaqin beradigan bo'lsak, o'g'itni tanaga yaqin bersak, ildiziga ta'sir qiladi, ildizni kuydirishi mumkin. Yosh ildizchalar kuydiradi, o'simlik o'sishdan qiynaladi, yana o'zi tartibga boshqatdan solishimizga to'g'ri keladi. O'g'it berishda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak, yeri namligiga. Yer quruq bo'lsa ham o'g'it berish tavsiya etilmaydi. Yer nam holatda va sug'orish bilan birga berish tavsiya etiladi. O'g'itlash me'yori fosforli va kaliyli o'g'itlar, fosforli 60 kilogramm, kaliyli o'g'it 30 kilogramm sof holda. Ya'ni superfosfat, amafos bu o'g'itlar har xil bo'ladi. Kaliy nitrat, kaliy ham har xil bo'ladi foizi. Bu degani 100 kiloda 46% fosfor bo'lishi mumkin yoki 100 kilogramm vaznda 7 kilogramm kaliy bo'lishi mumkin. O'shanga qarab hisob kitobini to'g'rilab solinsa maqsadga muvofiq bo'ladi.